Любой erkak xiyonat qiladi. Men bezor bo'lganman. Tushundingmi? Voy qizlar, sizlarga nima bo'ldi? O'zingcha aqlli qilasan. Uylar bunaqa gaplarni bunchalik emasdir. Sen indamay o'tir. Endi buni miyasiga uqtirib qo'ymasak? Eridan farishta esa olgan. Ha, erim farishta. Любой erkak deb katta gapirma Rayhon. Sani ering boshqasiga alishgan bo'lsa sani ayb o'zingda. Eringni bir tiyinga ilmagansan. Keyin sendan ajrashib qutulgan. Masalan, meni erim boshqasiga qayrilib ham qaramaydi. Chunki mendan ajrashib, senga o'xshaganiga duch kelmaslik uchun. Voy, Voy, tortishmaylar dedim-ku qizlar. keyin ketib qoladi. Ana, kerakmidi sizlarga shu? Bilmadim. Bugun erkaklarni yomonlashga to'planmagandik. Men hozir kelaman. shekilli. Yaxshi o'tirgandik. Voy Yaxshi ish tavba. bo'lmadi. Voy, unaqa qilmanglar. Janjal kattalashib ketadi. bo'ldi. shekilli. Qayerga Voy, ketyapsizlar? sizlar ham Qaysinglar, gapirsanglar-chi. qizlar? Qizlar bir-biringlarni birinchi Ketmanglar. marta ko'ryapsizlarmi? Hoy, to'xta. Ha? Nima gaping bor? Sen ering xiyonat qilsa-chi? Xiyonat qiladi? Agar meni erim xiyonat qilsa, qarab o'tirmayman. Ajrashaman. Lekin hech qachon unaqa bo'lmaydi. Javlon akam menga xiyonat qilmaydilar. Ha deb bitta gapni qaytaraverma, to'tiqushiga o'xshab. Malika xafa bo'lma. Uni erini bilasan. Uyida ushlab olgan. Shundan beri erkaklarga ishonmaydi. Xafa bo'lma. Men ham ishonmayman erkaklarga. Bu borada u haq. Ajrashgan bo'lsa, meni aybim yo'q. Nimaga menga tashiydi? Nimaga mendan jahli chiqadi? Eringga shunchalik ishonasanmi? Ha? Kelindi gara o'ynaymiz. Bir oyda eringni o'rab beraman. Senga xiyonat qiladi. Tushundingmi? Garovga katta pul tikaman. O'ynaysanmi? Hech qachon. Javlon akamni yo'ldan ura olmaysan. Men uni ko'z ochib ko'rganiman. Qo'rqyapsanmi? Bir sekundda eringga ishonmay qoldingmi? Agar garov o'ynasang, $2000 tikaman. Bor mana, $3000. O'ynaysanmi? Yutqizdim deb hisoblayver. Chunki men erimga ishonaman.